Hurmatli uy bekalari, biz siz bilan uyda o'tirib pul topish, kichik bizneslar haqida gaplashib boryapmiz. Quyon bu eng tez pulga chiqish yo'nalishi. Quyon tug'dirib, yosh quyonchalarni sotish. Quyon 30 kunda tug'adi, 2 oyda bolalarini boqib, ajratadi va buni siz sotasiz. Bunda tez foyda ko'rish mumkin. Tovuqqa qaraganda quyonda kasalliklardan yoppasiga qirilib ketish kam uchraydi. Pulingizga kuyib qolmaysiz. Quyon bemalol siz uchun pul ishlash, kichik pul ishlash manbai bo'lishi mumkin. Buning uchun siz quyonni har xil turlaridan olasiz va quyonni 1 oyda homiladorlikda yaxshi boqib, tug'dirib, 2 oyda bolalarini sotib pul ishlashingiz mumkin. Obuna bo'ling, like bosing, fikr qoldiring, bizni kuzatib boring videolarimizni. Va tezroq pulga chiqishni o'rganamiz siz bilan.